Mana bugun uzoq kutilgan kun, o'sha kun keldi. Hissiyotlar qanaqa? Bugun sizni barcha muxlislar, butun Humo Arena kutyapti. Hissiyotlar zo'r, Xudoga shukr. Tayyorgarlik zo'r. Hozir men chiqish oldida qizib oldim, razminka qilib oldim. Sizlar bilan gaplashib o'rib, yana qolganini qilamiz, chiqamiz. Bugun hamma duetdoshlaringiz keladimi? Yo'q. Va oxirgi Sevara Nazarxon bilan bo'lgan duet haqida iltimos. Qanday yaraldi bu? Sevara Nazarxon bo'ladi-da, duetdoshlarimizdan Shokir Shetda, Timur Shetda, Munisa keladi. Dilnoz bilan Lola bo'lmaydi. Bor. Kelajakdan ko'rayotgan bo'lsangiz, umid qilamanki, kelajakda ham biz birga konsertlarda xursand bo'lib maza qilib yuribmiz. Ishlaringizga omad, sog'lik, salomatlik. Dada keladi xoz, dada esda charchasa ham hammasiga rozi. Dada sog'ingan ovozing, qo'voq osilsa ham oldingda bo'ladi nozik. Dada keladi xoz, bulutlar qoplagan osmoni bo'ladi toza. Seni ko'targanidan keyin bariga bos. Dada keladi xoz, keldi hayotimda ikkiga bo'lib. Senga o'zi bo'lganmi to'lib. Uydan chiqishim bilan seni sog'inaman. Juda qisqa baxtli o'tgan qolib. Ishda yurib eslab kulishga sabab. O'ylanib kechalar uyqudan oldi. Tosh bo'lib